Har kuni shunaqa qiladi. Har kuni kutib turadi odam asabiga tegib. Aytmayman, men bu yerda odam kutib o'tiribdi, endi meni mas'uliyatim yo'q-da. Yo'q, xo'jayin. Xo'jayin. Qani? Kutib qolmadilaringmi? Yo'q. Ya xo'jayin sizni bir umr kutishga rozimiz, xo'jayin. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasa yana necha qulab chiqay? Yo'laringiz. Asl kash xo'jayin. Ya hazil emas, seriyoz aytyapman. Ya bo'ldi, mana shu yerda kutib turamiz. Bemalol xo'jayin, bemalol. Hazillashdi. Ya xo'jayin, yo'q, hazil sizni qani keling. Ol. Chiqing xo'jayin. O'tiring. Xo'jayin, bemalol yaxshi ketyapsizmi? Yo, oyog'ingizcha siqilib qoldi. Yana ozgina tortish iloji bormi? Yo'q, xo'jayin oxirida turibdi lekin, eng oxirida. Yo'q. Nima? Korxona sakrashinaga tushdi-da, ishchilar sal qisqartirish kerak. To'xtat. Mashinani to'xtat. Xo'jayin, yaxshi ketyapsizmi endi? Yaxshi. Ana sakrashina bizga emas ekan, yonimizdagi korxonaga ekan.